Ko'rmayapti bola. Suvini sal to'kamizmi? Ha, salofan qo'yib to'kamiz. Suvni ozgina to'g'laylik. Keyin bir video bo'lamizda. O'shanga bunday tort qo'ya olaylikmi deyapmiz-da, suvni to'g'ib olib. Kilasini qo'yib, baliq urinmasin deyapman. O 3-4 kilolar ham bor shekilli. Ha, 4 kilolar ham bor ekan. No, turibdi. Kattalarni ko'rsatib tashaveramiz. O'sha suv sal tortib olsa bir ko'raylik. U onasini yemsin. Onani ko'rsatingchi. Mana. Voh. Ha, tashaveraver. Ana u yonyapti turibdi. U nari past tomonda. Ana. Qoldi ana. Ko'rmayapti. Yo, bittalarni olinglar, nariyoqqa bering. Bering. Yerga tushib ketsa bilmaydi. Yo, qo'limizdan tushib ketsa o'ladi deyapti. U onasini yemsin. Yana bitta o'yinchi, men ham tashlaychi. Bormi o'zi yana bir? Qo'limdan tushib ketmashin, qo'limdan tushsa Kichkinasi ham bor. Ha, shu turibdi. Salapanni sotdim. Ha, kimga? Salapanni sotdim. Setga hisob bor, bor. O'n urilgan turgan bor ekan. Ha, ketdi, to'xtatib bo'lmaydi endi buni. Ana. Day. Kelamda tortib beramiz. Suyat. Kattasini necha kilo bo'ldi? Buni chiroyli-ku, bunisi. 5 tasi 17 kiloda. Nechta qoldi? O, bilan bitta erkak kelyapti. Erkak kelyapti. Tort. Qo'limizdan tushib ketmas aka. Uy, ina olib qayerga ketyapsan buni? Nechta qoldi? Ikkita qoldimi? Va keyin bunday qilmay video olib qo'y. Endi basharasini ko'rsatchi. 4 kilo shekilli bu. Akalar katta baliqlar keldi. Ana, baliqlar to'kildi. Kimga nasib qilsa olaveradi. Qure.